Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga shunday bir ma'lumotni yetkazmoqchimanki, bu ma'lumot har bir O'zbekiston fuqarosi, ayniqsa pensionerlarimiz va pensiyaga chiqish arafasida turganlar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Chunki hozirgina ma'lum bo'ldiki, pensiya qoidalari o'zgarmoqda va bu o'zgarishlar mutlaqo barchaga ta'sir qiladi. Agar siz hozirda nafaqada bo'lsangiz, yaqin kunlarda nafaqaga chiqmoqchi bo'lsangiz yoki oddiygina o'z kelajagingiz haqida qayg'ursangiz, ushbu videoni bir daqiqasini ham o'tkazib yubormang. Bu ma'lumotni bilmaslik sizga qimmatga tushishi mumkin. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosing. Bu ma'lumotni boshqalar ham ko'rish uchun yordam berasiz. Muammoning mohiyati xo'sh, avvallari pensiya tizimi qanday ishlardi va hozir nima o'zgardi? Oldin ko'pchiligimiz bilamizki, pensiya miqdorini hisoblashda asosan ish staji va maoshning ma'lum bir davrdagi o'rtachasi inobatga olinardi. Ish stajini tasdiqlashda ko'pincha mehnat daftarchasidagi yozuvlar yetarli bo'lar edi. Agar u yerda ma'lum bir muddatlar bo'yicha aniqliklar bo'lmasa, ba'zi holatlarda guvohliklar yoki arxiv hujjatlar ham qabul qilinardi. Bu tizim o'ziga xos tarzda ishlardi. Odamlar o'z yoshiga yetganda kerakli hujjatlarni topshirib pensiya olardi. Asosiy e'tibor stajning umumiy davomiyligiga va ishdan olingan so'nggi maoshga qaratilardi. Yoki eng foydali bo'lgan 5 yillik maosh o'rtachasi olinardi. Endilikda esa ushbu tizimga jiddiy o'zgarishlar kiritildi. Endi pensiya miqdorini hisoblashda har bir yil uchun to'langan ijtimoiy soliq va uning miqdoriga alohida e'tibor qaratiladi. Ya'ni shunchaki staj mavjudligi emas, balki aynan o'sha davrda pensiya jamg'armasiga qancha mablag' o'tkazilgani muhim ahamiyat kasb etadi. Bu degani, endi sizning rasman ish haqqingiz qancha bo'lgani va undan qancha soliq to'langani pensiyangiz miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Bu o'zgarishning asosiy maqsadi pensiya tizimining adolatli va shaffof bo'lishini ta'minlash. Shu bilan birga norasmiy bandlikni kamaytirish va har bir fuqaroning o'z kelajagi uchun mas'uliyatini oshirishdan iborat. Bu yangilik so'zning to'liq ma'nosida pensiya tizimining falsafasini o'zgartirmoqda. Endi nafaqaga chiqayotgan har bir fuqaro o'z ish staji va ish haqi bo'yicha to'langan barcha soliqlarni aniq bilishi va buni isbotlay olish kerak bo'ladi. Batafsil tahlil nimalarni bilishingiz kerak. Kim xavotirlanishi kerak va kimga kerak emas, keling. Bu o'zgarishlarning tub mohiyatini batafsil tahlil qilaylik. Avvalo, shuni bilishingiz kerakki, endi pensiya hisoblashda nafaqat umumiy ish staji, balki har bir ish yili uchun pensiya jamg'armasiga qilingan ajratmalar hajmi ham asosiy mezonlardan biriga aylanadi. Bu degani, agar sizning mehnat daftarchangizda ish staji borligi yozilgan bo'lsa-yu, lekin o'sha davr uchun rasmiy daromaddan ijtimoiy soliqlar to'lanmagan bo'lsa, u staj davri to'liq inobatga olinmasligi mumkin. Bu esa pensiya miqdorining sezilarli darajada kamayishiga olib kelishi mumkin. Kim xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda o'zining ish staji bo'yicha to'langan ijtimoiy soliqlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmaganlar yoki ushbu soliqlar kam miqdorda to'langan davrlar mavjud bo'lganlar xavotirlanishlari kerak. Misol B. Ahmet aka 60 yoshda. U Sovet davrida 20 yil zavodda ishlagan, keyin esa 15 yil davomida yakka tartibdagi tadbirkorlik bilan shug'ullangan, lekin soliqlar bo'yicha ba'zi kamchiliklarga yo'l qo'ygan. Eski qoidalar bo'yicha uning jami 35 yillik staji inobatga olinib, yaxshi pensiya tayinlanishi mumkin edi. Ammo yangi qoidalar bo'yicha u yakka tartibdagi tadbirkorlik davrida to'lagan soliqlarning miqdori pensiyaga ajratmalar uchun belgilangan minimal miqdordan kam bo'lsa, o'sha 15 yillik staji to'liq hisobga olinmasligi yoki uning qiymati past baholanishi mumkin. Natijada Ahmet akaning pensiyasi kutilganidan ancha kam bo'lishi mumkin. Masalan, agar u ilgari 1 million so'm pensiya kutgan bo'lsa, yangi qoidalar tufayli atdan 5 million so'mdan ham kamroq pensiya olishi mumkin. Bu 500 ming so'mlik farq uning turmush darajasiga jiddiy ta'sir qiladi. Misol, 2 Oysha opa 5 yoshda. U umrining aksariyat qismini davlat tashkilotida ishlagan, barcha soliqlari va ajratmalari qonuniy to'langan. Biroq 90 yillarning oxiri va 2000 yillarning boshlarida oilaviy sharoit tufayli bir necha yil rasmiyatsiz ishlagan. Ya'ni ish haqi konvertda berilib, undan soliq to'lanmagan. Eski tizimda bu davr mehnat daftarchasidagi yozuvlar orqali qisman yoki to'liq hisobga olinishi mumkin edi. Agar ish beruvchidan ma'lumotnoma olinsa, yangi qoidalar bo'yicha esa o'sha davrdagi ishi uchun pensiya jamg'armasiga hech qanday ajratma qilinmagan bo'lsa,
bu yillar Oysha opaning umumiy stajiga kirishi qiyin bo'ladi yoki umuman hisoblanmaydi. Bu esa uning pensiya miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Aytaylik, u 25 yil rasmiy stajga ega bo'lgan va 5 yil rasmiyatsiz ishlagan. Yangi qoida bo'yicha 5 yil staji hisobga olinmasa, bu uning pensiya miqdorini 20,1 beniga kamaytirishi mumkin. Ya'ni ilk 2 million so'm o'rniga ilk 4 million so'm pensiya olish ehtimoli bor. Misol, Uch Baxtiyor aka 62 yoshda. Uning mehnat daftarchasida 40 yillik uzluksiz staji bor. Lekin uzoq yillar davomida kichik maoshga ishlagan, shunga mos ravishda pensiya jamg'armasiga ham kam miqdorda ajratmalar o'tkazilgan. Eski qoidalar bo'yicha uning uzun staji yaxshi pensiya olish imkonini berardi. Yangi qoidalar esa uning umumiy stajini hisobga olgan holda har bir yil uchun to'langan ajratmalar miqdoriga ko'proq e'tibor qaratadi. Agar bu ajratmalar minimal darajadan past bo'lgan bo'lsa, uning pensiya koeffitsiyenti past bo'ladi. Natijada Baxtiyor aka katta stajga ega bo'lishiga qaramay, kutilganidan kamroq pensiya olishi mumkin. Masalan, 2-5 million so'm kutgan bo'lsa, balki 2 million so'mdan oshmaydigan pensiya tayinlanishi mumkin. Bu ham uning uchun juda katta farq. Kim xavotirlanishi shart emas. Aksincha, umr bo'yi davlat tashkilotlarida rasmiy ravishda. Ya'ni barcha soliqlar va ajratmalar o'z vaqtida to'langan yuqori maoshli lavozimlarda ishlagan fuqarolar bu o'zgarishlardan unchalik xavotirlanishlari shart emas. Chunki ularning har bir ish yili uchun pensiya jamg'armasiga to'liq ajratmalar o'tkazilgan. Misol, Dilshod aka 58 yoshda, u umrining 35 yilini bank tizimida ishlagan. Har bir ish yili uchun uning maoshidan barcha ijtimoiy soliqlar to'liq miqdorda pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan. Uning mehnat daftarchasi tartibli yuritilgan, elektron hisobotlarda ham barcha ma'lumotlar aniq aks etgan. Bunday holatda Dilshod aka yangi qoidalardan deyarli hech qanday zarar ko'rmaydi. Aksincha, uning pensiyasi hisoblashda shaffoflik yanada oshadi va u o'zining to'liq pensiyasini olishi mumkin. Uning pensiyasi oldingi qoidalar bo'yicha qancha bo'lgan bo'lsa, yangi qoidalar bo'yicha ham shunga yaqin miqdorda yoki biroz farq qilishi mumkin, lekin kamayish ehtimoli juda past. Xulosa qilib aytganda, yangi qoidalar shuni anglatadiki, rasmiyatsiz bandlik, ya'ni konverda maosh olish yoki soliqlarni ataylab kam ko'rsatish endilikda sizning kelajakdagi pensiyangizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Har bir fuqaro o'zining rasmiy ish haqi va undan to'langan ijtimoiy ajratmalarni nazorat qilib borishi juda muhim. Bu tizim yanada adolatli bo'lishga intiladi. Ya'ni pensiya miqdori sizning mehnat faoliyatingizga qo'shgan rasmiy hissangizga mutanosib bo'ladi. Bu o'zgarishlarning ta'siri bugun emas, balki bir necha yildan keyin pensiya yoshiga yetganingizda yaqqol namoyon bo'ladi. Shuning uchun hozirdan o'z stajingizni va to'langan ajratmalarni tekshirishni boshlashingiz kerak. Qoidalarga istisnolar, nozik jihatlar va yashirin tuzoqlar har qanday qoidalar majmuasida bo'lgani kabi. Pensiya tizimining yangi qoidalarida ham bir qator istisnolar, e'tiborga olinishi kerak bo'lgan nozik jihatlar va ba'zi yashirin tuzoqlar mavjud. Ularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Istisnolar. 1. Ba'zi ijtimoiy davrlar. Yangi qoidalarga ko'ra, bolani parvarishlash ta'tili, nogironligi bo'lgan shaxsga qarash davri, armiya xizmati va shunga o'xshash ba'zi ijtimoiy ahamiyatga ega davrlar uchun. Garchi bu davrlarda bevosita ijtimoiy soliq to'lanmagan bo'lsa ham, ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda stajga qo'shilishi mumkin. Biroq bu davrlarning pensiya miqdoriga ta'siri individual ravishda qonunda belgilangan minimal daraja bo'yicha hisoblanishi mumkin. Bu degani ular stajni ko'paytiradi, lekin pensiya miqdorini oshirishda to'liq maosh bilan ishlagan davrlardek ta'sir qilmasligi mumkin. Bu yerda aniq qonuniy me'yorlarni bilish juda muhim. Masalan, bir ona bola parvarishlash ta'tilida bo'lgan davr stajiga qo'shiladi, lekin bu davr uchun uning pensiya baliga hissa minimal miqdorda bo'ladi. 2. Chet elda ishlagan davrlar. Agar fuqaro xorijda ishlagan bo'lsa va o'sha davr uchun ijtimoiy sug'urta ajratmalarini O'zbekiston pensiya jamg'armasiga o'tkazmagan bo'lsa, bu davr avvalgi qoidalar bo'yicha ham stajga hisoblanishi juda murakkab edi. Endilikda esa bu yanada murakkablashadi. Biroq O'zbekistonning ba'zi davlatlar bilan pensiya masalasida tuzgan xalqaro shartnomalari mavjud. Agar siz shunday davlatda ishlagan bo'lsangiz, o'sha davr staji ba'zi shartlar asosida inobatga olinishi mumkin. Bu nozik jihat bo'lib, har bir holat alohida ko'rib chiqiladi va tegishli hujjatlarni taqdim etishni talab qiladi. Shuning uchun chet elda ishlaganlar mutaxassis bilan maslahatlashishlari shart. Nozik jihatlar, irin,
hujjatlarning ahamiyati. Endi faqat mehnat daftarchasidagi yozuvlar yetarli bo'lmasligi mumkin. Mehnat shartnomalari, buyruqlar, maoshlar to'g'risidagi ma'lumotnomalar va ayniqsa pensiya jamg'armasiga qilingan ajratmalar to'g'risidagi bank hujjatlari yoki soliq idorasidan olingan ma'lumotlar katta ahamiyatga ega bo'ladi. Ayniqsa eski davrlar. Ya'ni 2005 yildan oldingi davrlar uchun qog'oz hujjatlarni saqlash va ularni tartibga solish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ikkinchi maoshning hisoblanish davri. Pensiya hisoblash uchun olinadigan maoshning eng foydali davri haqidagi eski qoidalar ham o'zgarishi mumkin. Endi nafaqat 5 yillik maosh o'rtachasi, balki umumiy ish faoliyati davomidagi to'langan ajratmalar hajmi ham asosiy rol o'ynaydi. Bu degani pensiya yoshiga yaqinlashganda maoshni keskin oshirishga intilish endi avvalgidek katta samara bermasligi mumkin. Chunki umumiy summada hisoblanadigan ajratmalar muhimroq. Bu tizimni yanada adolatli qilishga qaratilgan. Ya'ni kim qancha hissa qo'shgan bo'lsa, shunga yarasha pensiya olishi nazarda tutilgan. Yashirin tuzoqlar. Eski davrlar uchun ma'lumotlarni tiklash muammosi. Eng katta tuzoqlardan biri bu. Ayniqsa 90'li yillar va 2000 yillarning boshlarida faoliyat yuritgan. So'ngra tugatilgan korxonalar bo'yicha pensiya jamg'armasiga ajratmalar to'g'risidagi ma'lumotlarni topishdagi qiyinchiliklar. Ko'plab korxonalar o'z faoliyatini tugatgan, ularning arxiv hujjatlari yo'qolgan yoki tarqalib ketgan. Bunday vaziyatda siz o'sha davrdagi stajingizni va to'langan ajratmalarni isbotlashda jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu esa pensiyangizni kamayishiga yoki hatto ba'zi yillarning stajga kirmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Ikki elektron tizimdagi xatolar. Garchi elektron tizim joriy etilgan bo'lsa-da, ba'zida eski ma'lumotlarni kiritishda xatolar yoki texnik nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda yoki stajingizda noto'g'ri aks etishiga olib kelishi mumkin. Agar siz buni o'z vaqtida aniqlamasangiz, pensiya tayinlashda muammolarga duch kelishingiz aniq. O'tun yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar ushbu toifadagi fuqarolar uchun avvallari ijtimoiy soliqni minimal miqdorda to'lash odatiy hol edi. Endilikda agar ular o'z kelajakdagi pensiyalarini oshirmoqchi bo'lsalar, pensiya jamg'armasiga ko'proq ixtiyoriy ajratmalar qilishlari kerak bo'ladi. Aks holda ularning staji to'liq hisoblansa ham pensiya miqdori minimal darajada qolishi mumkin. Bu ular uchun jiddiy moliyaviy rejalashtirishni talab qiladi. Bu nozik jihatlar va tuzoqlarni bilish sizga hozirdan kerakli choralarni ko'rishga yordam beradi. Pensiya tizimining murakkabligini hisobga olgan holda har bir fuqaro o'zining shaxsiy holatini diqqat bilan o'rganishi va kerak bo'lsa, malakali mutaxassis yordamidan foydalanishi lozim. Amaliy maslahatlar tomoshabin nima qilish kerak, hurmatli tomoshabinlar. Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, hozirda siz nima qilishingiz kerakligi haqida aniq va amaliy maslahatlar beraman. Bu harakatlar kelajakda sizning pensiyangiz miqdorini optimallashtirishga yordam beradi va kutilmagan muammolardan himoya qiladi. Birinchi qadam, o'z stajingizni va ijtimoiy ajratmalaringizni tekshiring. Bu eng muhim va birinchi qadam. Siz o'z ish stajingiz haqidagi barcha ma'lumotlarni to'plashingiz va undan pensiya jamg'armasiga qilingan ajratmalar haqidagi ma'lumotlar bilan solishtirishingiz shart. Qayerga borish kerak? Davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Ularning tizimi orqali siz o'z ish stajingiz va to'langan ijtimoiy ajratmalar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Elektron platformalardan foydalaning. Hozirda davlat xizmatlari portali MyTokov orqali ham shaxsiy kabinetingizdan staj va ajratmalar haqida ma'lumot olish imkoniyati mavjud. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga bevosita murojaat qiling. Ular sizga batafsil ma'lumot berishlari va mavjud elektron bazalarni tekshirishga yordam berishlari mumkin. Nima uchun bu muhim? Siz o'z ma'lumotlaringizda xatoliklar yoki nomuvofiqliklarni aniqlashingiz mumkin. Masalan, mehnat daftarchangizda ish staji ko'rsatilgan, lekin pensiya jamg'armasining ma'lumotlar bazasida o'sha davr uchun ajratmalar yo'q yoki noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bu holatda sizda jiddiy muammo borligini anglatadi. Ikkinchi qadam, barcha zarur hujjatlarni to'plang va tartibga soling. Agar tekshirish natijasida ma'lumotlaringizda kamchiliklar aniqlansa, sizda mavjud bo'lgan barcha hujjatlarni bir joyga to'plashingiz va tartibga solishingiz kerak. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Mehnat daftarchasi, asli va nusxasi. Mehnat shartnomalari agar mavjud bo'lsa, ishga kirish va ishdan bo'shatish to'g'risidagi buyruqlar nusxalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar.
Ayniqsa eng ko'p daromad olgan 5 yil yoki 10 yil davomidagi ish haqi ma'lumotnomalarini olishga harakat qiling. Bu ma'lumotnomalar siz ishlagan korxona yoki uning huquqiy vorisi tomonidan berilishi kerak. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxiv organlariga murojaat qiling. Pensiya jamg'armasiga to'langan ijtimoiy ajratmalar to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Bu ma'lumotlarni soliq idorasidan yoki bankdan, agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz, olishingiz mumkin. Agar chet elda ishlagan bo'lsangiz, o'sha davrdagi mehnat shartnomalari, ish haqi va soliq to'langanligi haqidagi hujjatlar. Ularni o'zbek tiliga notarial tasdiqlangan tarjimasini tayyorlab qo'ying. Nima uchun bu muhim? Bu hujjatlar sizning ish stajingizni va to'langan ajratmalarni rasman tasdiqlash uchun asos bo'ladi. Elektron bazada xatoliklar bo'lsa yoki ma'lumotlar yetishmasa, bu hujjatlar sizning haqqingizni himoya qilishga yordam beradi. 3-qadam. Aniqlangan nomuvofiqliklarni bartaraf etish uchun harakat qiling. Agar siz o'z stajingizda yoki ajratmalar haqidagi ma'lumotlarda nomuvofiqliklarni aniqlagan bo'lsangiz, ularni tuzatish uchun darhol choralar ko'ring. Qanday harakat qilish kerak? Ish beruvchingizga murojaat qiling. Agar korxona hali faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ulardan to'g'ri ma'lumotlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etishlarini so'rang. Yoki sizga kerakli ma'lumotnomalarni berishlarini talab qiling. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. O'zingizdagi barcha hujjatlar bilan borib, muammoingizni tushuntiring. Ular sizga qanday hujjatlar taqdim etishingiz kerakligi haqida batafsil maslahat berishadi va ehtimol arxivlardan qo'shimcha ma'lumotlarni tekshirishda yordam berishadi. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxiv organlariga, masalan, arxiv fondlariga murojaat qiling. Bu yerda siz ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar yoki pensiya jamg'armasiga ajratmalar haqidagi ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun kechiktirmasdan harakat qiling. Agar barcha urinishlaringiz natija bermasa, sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Sud orqali ish stajini tasdiqlash yoki ijtimoiy ajratmalar to'g'risidagi ma'lumotlarni tiklash mumkin. Bu oxirgi chora, lekin ba'zida yagona yo'l bo'ladi. Nima uchun bu muhim? Bu harakatlar pensiya tayinlashda kelib chiqishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini oladi va sizning qonuniy pensiyangizni to'liq hajmda olishingizni ta'minlaydi. 4-qadam. Kelajak uchun rejalashtirish. Agar siz hali pensiya yoshiga yetmagan bo'lsangiz, hozirdan kelajakdagi pensiyangizni rejalashtirishni boshlang. Rasmiy bandlikni afzal ko'ring. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, faqat rasmiy ravishda ishlang. Ya'ni ish haqingizdan barcha ijtimoiy soliqlar to'liq miqdorda to'lanishini nazorat qiling. O'zini o'zi band qilgan shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun. Pensiya jamg'armasiga ixtiyoriy ajratmalar miqdorini oshirish imkoniyatini ko'rib chiqing. Minimal miqdorda to'lash pensiyangizni ham minimal darajada bo'lishiga olib kelishini unutmang. Qo'shimcha to'lovlar kelajakdagi pensiya miqdorini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Elektron mehnat daftarchasi tizimidan muntazam foydalaning. O'z stajingiz va ajratmalar haqidagi ma'lumotlarni doimiy ravishda tekshirib boring. Xatoliklar bo'lsa, darhol tuzating. Nima uchun bu muhim? Bu sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingiz uchun foydavor yaratadi. Pensiya yoshiga yetganingizda o'zingiz xohlagan pensiyani olishingizga yordam beradi. 5-qadam. Yangiliklarni kuzatib boring. Pensiya qonunchiligidagi o'zgarishlarni muntazam kuzatib borish juda muhim. Bizning kanalimizga obuna bo'ling. Biz doimo eng dolzarb ma'lumotlarni sizga yetkazib boramiz. Rasmiy davlat axborot manbalarini, masalan, huquqiy axborot kanallari, pensiya jamg'armasining rasmiy sayti. Kuzatib boring. Nima uchun bu muhim? Qoidalar o'zgarishi mumkin va siz har doim eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lishingiz kerak. Ushbu amaliy maslahatlar to'plami sizga yangi pensiya qoidalari sharoitida o'z huquqlaringizni himoya qilish va pensiyangizni maksimal darajada oshirish imkonini beradi. Harakatni kechiktirmang, chunki vaqt juda muhim omil. Xulosa va yakuniy chorlov, qadrli do'stlar. Bugungi videomizda biz pensiya tizimidagi global o'zgarishlarni chuqur tahlil qildik. Endi pensiya miqdori nafaqat umumiy ish stajiga, balki har bir ish yili uchun pensiya jamg'armasiga to'langan ijtimoiy ajratmalar hajmiga ham bevosita bog'liqligi aniq bo'ldi. Bu o'zgarishlar sizning kelajagingizga, moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun men sizlarni hoziroq harakat qilishga chaqiraman. O'z ish stajingizni, to'langan ijtimoiy ajratmalaringizni tekshiring, zarur hujjatlarni tartibga soling. Agar nomuvofiqliklar bo'lsa,
Ularni tuzatish uchun barcha choralarni ko'ring. Unutmang, sizning pensiyangiz bu sizning uzoq yillik mehnatingizning natijasi va unga e'tiborsizlik qilishga haqqingiz yo'q. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu sizning shaxsiy holatingiz bo'yicha savollar bo'lishi mumkin yoki boshqalarga yordam beradigan tajribangiz. Har bir izoh biz uchun qimmatli. Videoga like bosishni va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odamlar ko'rishi uchun yordam bering. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.